Arxamaga salom. Bugungi obzorumizda qurilish tugallanmagan 15 so'zlik yer maydonida joylashgan hovli joy bo'ladi. Ko'rib turganingiz arqamdagi joy fasadi 25 metrga 60 metr bo'ladi. Qurilish tugallanmagan, ustini ağaçlar ham hamma narsasi bostirilib turibdi. Üstüne bir loy suvoq etib shifrlab olsanglar tayyor, xudo xolasa kirib o'tirsanglar bo'ladi. Joyimizning planlari yaxshi, Toshkentskiy stilda solingan. Arqa taraf ham kengishlik, arka taraf malxana, zabor, hamma fundament to'liq 100% bitgan. Ondan tashqari oldinda mana shunday katta yer maydoni bor, yo'lgacha bo'lgan. Bu yerdan egib, unumli foydalansangiz bo'ladi. Lokatsiyasi ham yaxshi yerda, katta yo'lga yaqin, katta yo'lning yuzida joylashgan bo'ladi. Ichki planlari bilan bir-birini tanishtirib, obzorni ko'rib chiqamiz. Yerimiz darvozaxona bo'ladi. Ko'cha tarafda kirish eshigi bor, ko'chaga qaragan oynasi bor. Bu yerimizni katta nayiz qilamiz deb planlashtirgan. Fundamentlardan e'tibor berasizlar, yaxshi sifatli etib quyilgan. Bundan tashqari arqa hovlisi keng. Bu yerlarni shu yerga bir tapchan qo'yamiz, oilaga o'tirishga bo'lmasa spa ishimiz deb planlashtirgan ekanlar. Uyning ichki planlari bilan tanishtirib o'taman. Arqa tarafdan kirish eshigi. Bu yerimiz mana bir oshxona o'rni o'xshaydi. O'zlaringiz planlashtirib olaverasizlar. Yerimizde yana bir xona. Avvalo menimcha ana shu yer oshxona, bu yog'i sanuzel bo'lsa kerak. Undan keyin bu tarafında katta hovli bor. Xonalar soni 6 xona, planlari yomon emas. Anasi razdenlikda ishlangan. Pullarni kelishsanglar ana shu ağaçlardan tashlab ketadilar. Pullarni o'zingiz kelishaverasizlar. Arqaga chiqish eshigi bu yerdan bor. Planlar yomon emas. Fundament zabor uchun quyilgan tayyor, ikki taraf ham sifatli etib o'rlar yaxshi trambobka bo'lgan. Qamishi bor, ustini bostiraman desanglar. Malxana ili kilolog qilsangiz ham bo'ladi. Arayanda mal qo'y bag'ish uchun, naves uchun o'rin qoldirilgan. Undan tashqari hojatxona uchun mana o'g'ilni koloduslar ham tashalib tayyor turibdi. Fundamentlarni o'zlari uchun yaxshi etib qo'ygan ekanlar, kelsanglar ko'rib, bemalol ustida savdolashib olsanglar bo'ladi. Uyimizning qaptalonidan misol uchun 6 xona kamlik ketadi desanglar, katta shunday 5 metrlik uzunasına bir xona solingan, bu yerga katta koridor etib qoldirilgan. Qalasanglar bu yerda zimniy garaj etib qo'ysanglar bo'ladi. Qalasanglar uyning bir qaptalonidan magazin tushirib, bir biznes qilaversanglar ham bo'ladi. Bu yerda toza posolki, magazin kam. Birgina shu magazin bor, mana toza ochilgan. Baqcha maktab shu ko'chaning boshida bo'ladi. Yomon emas, yaxshi yerda. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, joyimizdan tanishib chiqdinglar. Planlari yaxshi, fundamentlari yaxshi etib quyilgan. E'tibor berasizlar. 15 sotik yer maydoni, fundamentlar ham yaxshi etib 2020-yilda solingan, joy solingan, ustini ağaçlari bor. Joyimizning narxini kelsak, narxini egalari 20 ming dollar deydi, sizlar uchun tortib, talashib 150 million so'mga tushirib qo'ydik. İçindagi ağaçlar abdenni. Onam kelishsanglar tashlab ketadilar. Uyning o'zining tan narxi 150 million so'm. Bitta zon yeri. Üstünde bir 2 so'm payag'asi bor. Endi manziline kelsak, manzilimiz Ellikqal'a tumani, Ellikqal'a ofisi bo'ladi. Moskva sovxoz. Ko'pchilik biladi. Bu sentralniy ko'cha bo'ladi. Xudo xolasa katta yo'l deb shuning uchun aytdim. O'zi hozir ta'minlash ishlari boshlangan. Bu tarafimiz Qirg'izavoddan kelish bo'ladi. Qushxona chiqiladi. Bu taraf Moskva sovxozda garajning ko'chasi. Tur shu ko'chadan kelsanglar bo'ladi. Shu ko'chaning boshida bog'cha, maktab hamma narsa bor. Mana uyning yonida magazin bor. Yomon emas, zo'r narx, 15 so'zlikdan tashqari oldinda ana shunday zaxvat yerlar ham bor. Undan foydalansanglar bo'ladi. Yo'lgacha bo'lgan yer. Joyimiz ham yomon emas. 150 million so'm joy qarab yurgan tanish bilishlarga tashab qo'yamiz, srochni bostiratan yeri. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bir like ham yozib ketish, bosib ketish esdan chiqmasin.